Selam dostlar. Men İlyas Habibullin, Abdulla Karif teatr aktörü. Sizni o'zimizning teatrga ekskursiyaga chaqiraman. Ketdik. Teatrga kelib kirgachda bizning tomoshachilar teatrimizning kirish bo'lmasini alagan. Bunda ularni bizning administratorlarimiz qarshi oladi. Mana bu bizning book crossing bo'lishi. Bundan tomoshachilar bizning kitoblarimizni olib, ularni o'qiy oladilar. Ketdik foyega. Teatr narsadan boshlana? Albatta endi ilgishdan. Tomoshachilar eng birinchi etib o'zlarining kiyimlarini garderobga topshiradilar. Kiyimlarini topshirgandan so'ng artistlar bilan yaqinlanroq tanishib ketirish uchun bizning fotosuratlarimiz ilinib turadi. Şolay bizning foyada tire muzika o'yini, foto zona ham bufet bor. Ketdik tomosha zalına. Mana bunda o'tirib bizning tomoshachilar spektakllarni qaraylar. Ortdagi 3 tarazani ko'rasizmi? Onda bizning tovush operatori ham o't operatori o'tira. Sahna, yangi spektaklga dekoratsiyalar tura. Hayda qo'ya, hayda bari qurbanға. Gittik dostlar. Grimyorkalarni qararga. Kirga yaraymi? Tayyor. Kim bor ekan bunda? Ruzanna, salam. Salam. Nishlaysan? Tekst qabatlayım. Grimyorka to'g'risida bir ikki so'z aytib ketaylik. Жылы рахат. Voy rahmat. Do'stlar, hayda güzel teatrimizning oqsoqoli Nuri Ahmed Sofinning grimyorkasına kirib chiqdik. Mana bu bizning ikkinchi etajga mana turgan bosqich. Bizning ikkinchi etajdan da grimyorkalar bor. Ham bizning bosh rejissyorimiz ikkinchi etajda o'tiradi. Bunda qorong'i. Niqobizlar kerak. Shulay. Mana bizning ikkinchi etaj. Bunda da bizning grimyorkalar tizilib ketgan. Mana do'stlar qarag'iz. Shoqib kirarga unutmag'iz degan. Mana Riyobining motor grimyorkasi. Afishalar ilinib tura. Eng motor grimyorka. Do'stlar, aydagiz, kostyumlar ilinib turgan bo'lmaga kirib chiqing hali. Onda lakkancha biz mana shunday zo'r koridorga aylagamiz. Bunda bizning teatrimiz repertuarida bo'lgan ilk spektakllarning afishalari ilinib turadi. Masalan, mana Serjant spektakli. Rejissyori Zaynab Ayupov, rassomi Sergey Skamarokov, rollarni boshqaralar. Nuri Ahmed Safin, Gulnora Abidova, Fanavil G'aliyev, Ishfat Kamaliyev, Fanis Kalimulin, Xolida So'ng'atulina ham boshqalar. Mana Jidi qiz spektakli, Hikmat Boboy hikmatlari, o'yindan o'ymoq, mana Olmashvar, Pishan bozor, Kishirminyanka, Kirpi Molay do'stlar izli spektakllari hali bizning repertuarimizda hozirda bor. Nihoyat kostyumlar bo'lmasina kirsanglar bo'ladi. Mana u bizning kostyumlar bo'lmasi. Nendigina spektakllarning kostyumlari ilinib turmay bunda. Yumri bosh desangmi, casual shitek desangmi, hikmat akiyatlari desangmi, Mikulay barliq spektakllarning da kostyumlari shunda ilinib turadi. Masalan, mana bu Kirpi Molay do'stlar izli spektaklidan Tulki atisining kostyumi. Mana bunisi G'olyabanu spektaklidan G'olyabanu kostyumi. Mana bunisi Mahabbat ko'garshinlari spektaklidan Hamdiya opaning kostyumi. Ketdik olg'a toba. Bizning tovush operatori ham o't operatori bo'lmasa. Narsagina yo'q bunda. Sahna. Mana million turli knopkali pult. Do'stlar, biz bitta unutganmiz. Tegut sexna ham, butafor sexna kiradi. Ketdik shunda. Mana do'stlar, tegut sexa. Bu endi butafor sexi.
Әлбәттә, инде театрыбызның кызыклы бүлмәләре шуның белән генә тәмамланмый. О, карагыз, икенче этаждан безнең бай шулайрак күренә. Әйткәнемчә, театрыбызның бүлмәләре әле бик күп. Ул тавыш яздыру бүлмәсе, тәрҗемәче бүлмәсе, реквизит, декорациялар саклый торган бүлмә, административ як бүлмәләр, гримерлар бүлмәләр, бик күп бүлмәләр бар. Ә монысы безнең кече сәхнә. Монда безнең төрле тренинглар уза, бию, вокал дәресләре, репетициялар. Шуның белән, дуслар, безнең театрыбыз буенча сәяхәтебез тәмам. Шуны әйтәсем килә, дуслар. Хәзерге вакытта безнең спектакльләрне онлайн режимында безнең сайтта да карап була. Сезнең белән мин Илназ Хәбибуллин идем. Театрыбызда очрашканга кадәр. Сау булыгыз.